Salohiddinni ilk bor mag'lub etganimda 16 yoshda edim. U paytda abadiy yashayman deb o'ylardim. Endi 30 ga ham kirmasligimni bilaman. Biz ertangi kunni bilmaymiz. Oldinda nimalar kutyapti? Qirol itoatni talab qiladi. Ota esa bo'ysunishni. Lekin bilib qo'y, kim bo'lishidan qat'iy nazar, Tangrining oldida har kim o'zi uchun o'zi javob beradi. Qay tariqa o'ynasang ham, raqibing kim bo'lishidan qat'iy nazar, qalbing hamisha o'z ixtiyoringda bo'ladi. Hatto ustingda qirollar turib, ularning buyruqlarini bajargan bo'lsang ham, Tangri seni huzuriga chorlaganida, men faqat buyruqni bajarganman. Or nomus, vijdon haqida o'ylamaganman deya olmaysan.